endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, assalomu alaykum. Analiz qilmasdan L-tiroksin ichsa bo'ladimi? Yoshim 50 da, vaznim 92-93. Yosh kiloman. Bitta dietolog 80 kilodan keyin yodamarin 90 dan yuqori bo'lganlar uchun L-tiroksin ichish kerak deb aytibdi dedilar. Yo'q, qizlar, yodamarin L-tiroksinni xohlagan paytda kimdir aytsa ichadigan narsa emas. Uni endokrinologga borib, TTGlarni tekshirtirib, keyin agar tana muhtoj bo'lsa ichasizlar. Bu L-tiroksin sizlar o'ylaganchalik hazilakam dori emas. Bu gormon hisoblanadi. Uni hamma ham o'z boshimchalik bilan icha olmaydi. Bir o'z boshimchalik bilan ichib yoki dozasini oshirib yoki dozasini pasaytirib yuboradigan bo'lsa, endi kimlardir yomon qilib yuboradi, lekin tanada cho'tka qilib beradi bu. Uni hech qachon o'z boshimchalik bilan ichmaysizlar. L-tiroksinga dietolog aralashishga haqqi yo'q, chunki u endokrinologik dori hisoblanadi va uni dozasini endokrinolog